Voy oğlum, qarang tortishni bilan aka. Buni ichiga Spark radiator moslab olganmiz. Qarab turing, qarang, ko'ryapsizmi? Ko'rmayaptimi aka? Bu konditsioner radiator bo'ladi. Damas oldini polni kesib, mana kattaligini qarang, tagidan ham qarasangiz ko'rinadi aka, ko'ryapsizmi? Bu konditsioner yana ham zo'r ishlashiga, ablitovkani ko'ryapsizmi? Cherry ablitovkani shundoq setkali qilib olganmiz. Oldiga polni ventilator bilan radiator o'rnatganmiz. Yuring ichiga mashina aka. Qo'lga ahamiyat bermaysiz, o'sha kun rekord urganman, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Qo'lani qarang aka. Temperaturani qarang aka. 604 gradusga tushib ketgan. Ichlari yaq, shunaqa yaq bo'lib turibdi aka. Shunaqa mazza damas. Вообще konditsioneri yangi уровень bo'ladi aka bu. Qarang, men bardachoklarni xolodilnik qilib o'rganmiz. Yo'qa ham xudo xolasa yozda kola, mola, marojnilarni sov akalar. Sekin dacha-pachaga issiq saratonlarda chiqib ketaveradi. Voy, shunaqa mazza ishlayapti aka. Qarang, konditsioneri zo'r. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aka-ukalar, o'zimizga kelsanglar, proyekt damaka, jo'naman.